Hocaya bilan ham tushunma. Kapitan faturasini qo'ying. Uchta farqi gapirmasizdan mayli. İçinden oladigan narsa bo'lsa oling. Ama bu yaxshi narsa. O ko'rsatishingizni ko'rsatavering. Xudoga shukr. Lekin rasmga tushganimiz yo'q edi. Yozib beramiz ekan bu, uyga olib qo'yamiz. Gazeta. Nimaga? O'tirib duo. Gazetadan olib qo'yamiz yozib. O'tirib duoyini olinglar. O'zinglar esdalikda. O'zimizdan tushamiz. Allahumma ya Rabbi bi jahihi nabiyikal Mustafa Resulikal Murtada tahkir kulubana min kulli vasfin yubayuduna an bi şehadatika ve muhabbatika ve amitna ala sünnet vel cemaat ve şevki ila liqaike ya zal celal ve ikram. Sallallahu ala seyyidina nebiyina Mevlana Muhammedin Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Resulullah'ın şefaattan o'zimizga ota-onadan vujudga kelgan ota-onalarimizga ham nasib qilsin. Muhabbatimizni Allohga, Rasulullohga, pironlarimizga, ota-onamizga ham ziyoda qilsin. Shariat tariqatda bir barqaror qilsin. Shuni qatorda butun olam xalqimiz islomda bir barqaror qilsin. O'shalarni ham umriga, rizqiga Alloh baraka bersin. Kunduz kuni kun kechasi tun bolasidan olamda ofiyatdan Alloh saqlasin. Shuni qatorida mana prezidentimiz Islom Karimovdan tortib, tuman rahbarlarini ham umriga, rizqiga Alloh ziyoda qilsin. Alloh tabarel bularni muhabbatini Allohga ziyoda qilsin. Qolursa xalqqa, dinga ham bularni muhabbatini ziyoda qilsin. Nima maqsadlari bo'lsa hammamiznikini Alloh hayratli hosil qilsin. Alloh hayran, hafizan va ahvarhan. Navjaniga ishonmoni haqqiga, hojayamizning haqqiga bir duo qiling. Yo'q. Amin. Ishon bo'lamiz shunchalik umrlarini ayamasdan, ilmlarini ayamasdan, bizdek muridlarga shunchalik ilmlarini ato qilyapti. Ilohim eshongoni umrlari bundan ham ziyoda bo'lsin, martabalari bundan ham baland bo'lsin. Shu dunyo yuzida shunchalik muridlari bor ekan, hammasi eshongimiz orqali haq rizosini topaylik. Shu murid orqali, talabalik orqali eshongoni darajalariga yetaylik. Hammamizdan biz aziz mukarram qilaylik. Eshongim aytgandek, shariatda, tariqatda, ma'rifatda, haqiqatda bir asrorlari bo'laylik. Eshongimiz mana hojayamiz bilan shunchalik umrlar ko'ribdi. Bola chaqalari ham sog' salomat bo'lsin. Barchalari shu haqiqat, ma'rifat asrorlaridan bo'lsin. Eshongimiz umrlari bundan ham ziyoda bo'lsin. Nurlari, nuri tajallilari bizga ham nasib. Alloh nazar qilamiz. Yonma operatsiya yapamiz. Rahmat. Jay, Nuritonga ta'kid. Keling. Allah hayran hafizan. Allah hayran hafizan. Allah tebarek. Davri kıyametте Allah tebarek Allah'ımızı Cenab-ı Resulullah'ın şefaatine nasip kılsın. Allah didariga müşerref kılsın. Şunu katarıda Hazreti Bahavuddin Nakşibendi Pirimizin tuğuldan baş ko'tarish. Şu valilik derecesi makamımızı hammamizga ham Xudo bir ato qilsin. Shularni bizni shavqi bilan, zavqi bilan, muhabbat bilan, ishqi bilan Alloh tabarak umid o'tkazishda hammamizga Alloh bir nasib qilsin. Hamisha shuni qatorda hammamizga ham bir tarjonimiz sog' bo'lsin. Xo'jaligimizdagi ruhiy, jismoniy kasallarga birliging haqqi Rasululloh haqqi Hazreti Nakşibendi Pirimiz haqqi Alloh shifo qilsin. Nima maqsadlarimiz bo'lsa Alloh birliging haqqi Rasululloh haqqi
nasiben bir hakkı Allah hayran bir mahal. Rahmet ettiler, rahmettiler. Rahmet onların başına. Canların sağ olsun. Ona hiç salamaydı orada. Kim? Yukarı dönecek. Hayır, yani safarda boğaz geçti. Rozadan çekildi bir kere tanıdı. Dönecek bilen yapacak. Kolyazmanı oldu. Her geldiğini boşladım. Boşmaya verirsen oldu, haberini veremem. Bo'ptimi desang bu? Nimani tortib ketdi. İşleri zarlagan. Hozir bu hollarda 2gacha ruxsat oladi-da. Endi Suza tamam bo'yicha ko'proq qo'yaptilar-da. Shu toshgan xalas chiqdi. Ro'zadan keyin qo'yaman deyapti. Ro'zadan Ha. Keyin